Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, e'tiboringiz markazida yana Sport Plus kanali. Qadrli do'stlar, hozirgi dasturimizda internet olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar to'g'risida batafsil gaplashamiz. Qadrli do'stlar, bugungi dasturimizni boshlashdan oldin, agarda siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Sport Plus kanali oilasi a'zosiga aylangan har bir kishi biz uchun juda ham muhim. Bundan tashqari, mana shu roligimiz tarqalishi, mehnatlarimiz besamar ketmasligi uchun pastga tushib, bir dona like bosib qo'ygan bo'lsangiz, men bugungi dasturimizni boshladim. Qadrli do'stlar, siz ham eshitgan bo'lsangiz kerak, kechagina Hamza Chimayev avtohalokatga uchragan va vafot etgan degan xabarlar juda ham ko'p tarqalmoqda va aynan mana shu xabar to'g'rimi? Juda ham ko'p saytlar aynan Hamza Chimayevning olamdan o'tganligi to'g'risida xabarlar tarqatmoqda. Qadrli do'stlar, mana shu xabarga mana shu video davomida batafsil javob olishingiz mumkin. Ba'zi bir manbalarning yozishicha, UFC chempioni Hamza Chimayev avtohalokatga vafot etganligi to'g'risida yozishgan. Keyin ishonchli manbalarni qidirib topganimdan keyin, yo'q, hech qanaqa avtohalokatga uchramagan, u hozirda Dubayda deb yozishyapti ishonchli manbalar. Shunaqa bo'lsin, sog' bo'lsin. UFCda uni muxlislari juda ham ko'pchilik tashkil qiladi. Men ham uni muxlisi hisoblanaman UFCda. Yana yangiliklarni xabar beramiz. Sog'lik bo'lsin. UFC chempioni Hamza Chimayev 31 yoshida avtohalokat oqibatida olamdan o'tdi degan xabarlar juda ham ko'p tarqayapti. Jigarlarim, menimcha sizlar ham ko'rgan bo'lsanglar kerak. Kim ayta oladi menga shu xabar rostmi, yolg'onmi? O'zim yolg'on bo'lmasa bir soat qidirdim, hech qayerdan topa olmayapman. Yarim manbalarda to'g'ri, rost avtohalokatda o'lgan deyapti. Yarimida yo'q, u avtohalokatga uchragan mashinada Hamza Chimayev bo'lmagan deyishyapti. Agar kimdadir rostdan ham 100% ma'lumot bo'lsa, shu haqida iltimos menga e'tiboringlar shu narsani. Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar? Yaxshilar, O'zbekiston aka-ukalar boyini kutayotgandinglar. Mana boylarimizdan belgilandi. 30-yanvar kuni Toshkentda Humo Arenada meni urishaman. 1-fevral kuni Toshkentda Humo Arenaga Goldkam urishadi. Bir kun urishamiz aka-ukalar. Bizning maqsad bitta, O'zbekistonimizni, vatanimizni bayrog'ini yuqoriga ko'taramiz inshaalloh. Sizlar kelinglar, duoda bo'linglar, O'zbekiston, sizlar poddeshka qilinglar, beg'aya biza dastoyni boy qilamiz, biza erkalatmaymiz. Mana mudarnikman, Goldkam mudarnik. Beg'a tolki dastoyni boylar ko'rasizlar. O'zbekiston sizlarni yaxshi ko'ramiz. O'zbekiston udonlarini ko'rsatamiz inshaalloh. Bu bo'g'rim bilan bo'lmaydi. Uni tashkillashtirishadi ro'zadan keyin. Xudo xolasa, lekin 1-fevral kuni debyut jangimni qilaman. Hali sapernik aniq bo'lgani yo'q. Men bilsanglar, akamni Sankt-Peterburgga restoran qo'ygandim, tandir kerak. Qadrli do'stlar, bugungi videoga yetkazmoqchi bo'lgan yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. Sport Plus kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.